Kim aka, mana suv idishlarimiz bitdi, xudo xolasa. Chiqchi ustiga. Mana bag'iga ham bitdi, tagiga beton quyib chiqyapmiz. Chiq. Mana qo'lida shishtimani ushlagan yo'q. Mana tagida shishtima yo'q turadi. Faqat boltda qatgan shu xolos aka. Bo'ldi, shu. Mana bag'lariga aka sekin beton quyib chiqyapmiz. Montajlari bo'ldi. Mana bu tomonga ham o'rnatdi aka, montajlarni qildik. Suv tushishlari zo'r. Endi buni tagiga quyganimiz bor, hozir ko'rsataman. Mana buni tagiga quyganimiz. Mana shunaqa qilib tagiga beton quyib qo'ydik. O'zi mol odam ustiga tushsa ham ko'taryapti. Iloji yo'q, shu mol suzmasinga tagiga beton quyib qo'ydik. Mana ponni hammasiga. Muhammad. Kim aka, mana suv idishlarimiz bitdi, xudo xolasa. Chiqchi ustiga. Mana bag'iga ham bitdi, tagiga beton quyib chiqyapmiz. Chiq. Mana qo'lida shishtimani ushlagan yo'q. Mana tagida shishtima yo'q turadi. Faqat boltda qatgan shu xolos aka. Bo'ldi, shu. Mana bag'lariga aka sekin beton quyib chiqyapmiz. Montajlari bo'ldi. Mana bu tomonga ham o'rnatdi aka, montajlarni qildik. Suv tushishlari zo'r. Endi buni tagiga quyganimiz bor, hozir ko'rsataman. Mana buni tagiga quyganimiz. Mana shunaqa qilib tagiga beton quyib qo'ydik. O'zi mol odam ustiga tushsa ham ko'taryapti. Iloji yo'q, shu mol suzmasinga tagiga beton quyib qo'ydik. Mana ponni hammasiga. Muhammad.